Assalomu alaykum qirollik zikirvellar mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Uyghur Tadqiqot institutininki programma hoş geldinglar. Her hafta institutumuzun müdürü şuna Hacı Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Okutkusu Doçent Doktor Erkin Ekrem Malum kızıklatkan Halkara Aziyet ve Gün Tarihine programımıza hoş geldinglar. Malum hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Zikirmen hemen kızıklatkan oluşun mümkün bu Amerika Prezidenti Donald Trump bilen Xitay Devleti Xi Jinping Janubiy Koreyada kurashgan bo'ldi. Buni hammamiz to'rt ko'zda kutib o'tirdik. Ya'ni bu ikki lider kurashgandan keyin ikki davlat munosabati qanday bo'ldi degan masala hammamizniki yaqinda bir qiziq qotgan masalasi bo'lishi mumkin. O'tgan programmamizda erkin ma'lum ba'zi taxminlar bo'lgan haqiqatan degandek shu masalaninki kun tartibga kelganligini biz media orqali bilyapmiz hozir ma'lum. Ma'lum bu ishga rahbar kurashgan vaqtida xabarlardan ta'qib qilishimizcha ya'ni shu tarif tomoshin bajanikka tushirilganligi bildirilyotidi. Undan keyin Xitoyning va Amerika dehqonlaridan bu po'choq oldiganligini to'xtatganda oldiganligini qaytadan shunaqla Xitoyninki bu az tepildigan ilmentlarni setib berish yoki Amerikaninki bu chip hamma chipni emasda ba'zi bir chiplarni Xitoyga balkim o'tkazib berish degandek shu masala kun tartibga kelyapti deyotidi. Tayvan masalasi yoki bizningki masalamiz degandek masalalarniki kun tartibga kelmaganligini uni bilmaymiz. Xabarlarga uchratmadim. Ma'lum sizce bu ishki rahbarniki uchrashishi yoki suhbati qanday o'tdi? Hem de Amerikan prezidenti Trump'a qaraydigan bolsak, bu hem de asrninki en çoğun görüşüş oldu. Ulug' Xitoy milletining ulug' daisi bo'lgan Xi Jinping bilan nihoyatda isil bir yig'in ochganligini deb o'tdi hamda unga qaragan chog'da nihoyatda isil o'tgan bo'ldi. O'tgangi programda shularni taxmin qilgan tuxmushtaq bo'lganligini amaliy jihatdan undaq bo'lmaganligini ko'ryapmiz. Misolga eng oddiy deganda Trump Xi Jinping bilan ko'rishiblar hammanlar Amerikaga ketdi. Pek degan bu yig'inni Xi Jinpingga tashlab qo'ydi. Ya'ni cho'ng rol o'ynaydigan kishi Xi Jinping bo'lib qoldi. Ki Xi Jinping bunda fursatni yaxshi tutib, kelgan bu yig'in davlatninki odamlari bilan bu davlatninki raislari yoki uningki temsilchilari bilan ko'rishib, so'zlashib qildiganini qilib, ya'ni bu rayonnanki Asya Pasifik rayonnanki xo'jayini ya'ni qabul qilsanglar Xitoy degan bir uchurni bergan bo'ldi hamda. Hamda Amerikananki Xitoy orasindagi ABQ degan siz deb o'tgan bu kelishimlar ikki davlatning orasida savdo urushiningki avjillashayotgan bir ahvolni biroz to'xtatgan bo'ldi hamda. Chunki Xitoyninki ehtiyoj tuygan chiplarni oladigan bo'ldi. Amerika po'choqlarni sota oladigan bo'ldi. Undan keyin Xitoy shu fentanyl degan zehirlik ichimni shu biroz to'liq emas hamda biroz kontrol qiladigan bo'ldi. Amerikaga az ziyon beradigan bo'ldi. Bu siz degan o chipni Amerika Xitoyga setib beradigan bo'ldi. Bundan boshqa bir yangilik bir narsa yo'q. Ama Trump'ninki Xitoyga qartilgan bu savdo urushining vaqtincha yoki bir mezgilgacha natijasiz qoldi. Ya'ni Xitoyni tizgin qilmadi. Aksicha Xitoy po'chog'ingni olmayman va menga besim ishlasang men qattiq tirkishman, taqabul turman, meni hech nima qilmaysan degandek bir pozitsiyani ko'zda qo'ygan bo'ldi. Ya'ni Trumpning 2019da birinchi qatimliq hukumat kelgan vaqtida ki başlatgan bu savdo urushi va ikkinchi qatimki bu texnik qattiq bir savdo urushining bir natija olamaganligini bu yerda ko'rgil bo'ldi. Ya'ni Xitoy Amerikaga qarta
teci oyununu oynadı ötkenlerde mi dedik. Ondan keyin Amerikaga qarta bu Xitoy shaxmati bor bu Weichi bilan o'ynadi. Ya'ni yig'ib kelgan chaqda yumshoq uslub bilan qattiq kuchga taqobil turdi. Ya'ni bu Xitoyninki siyosiy an'ananinki muhim bir ko'z qarash. Boshqa yerlarda, boshqa davlatlarda pek bo'lmaydi. Bu Xitoyning madaniyatiga xos bo'lgan bir uslub. Ammo ishqa yaraydiganlar bo'lsa, u yaxshi uslubdir deymizda endi. Yani Amerika'nınki tədqiqatlar, matbuatlarda mı Amerika bu da şu görüşüştün keyin Xitayga ilip bardıgan besim siyaseti yoki tizgin qilish siyasetining natija alamıganlığını ve bunun neticesinde bazı Amerika'nınki ittifaqdosh devletlerimi Amerikaga bo'lgan ishonchisimi azalganlığını so'zlayotidi. Agarda Xitoyni tizgin qilamasa, Xitoy bundan keyin Tayvan meselesi, Janubiy Sharq dengiz meselesi, ondan keyin Uyg'ur, Tibet meselesinde G'arb davlatlarının bisimiga texmi parvo qilmaydiganligini ve bu meselelerde Xitoy texmi o'zininki kuchini ko'rsatganligini baholayotidi. Muştaq nimalar bor. Yolg'izlar bu emas. Misolga Germanninki, Angliyaninki, muştaq cho'ng davlatlarninki matbuotlar qarasangmi, mushundaq bir ko'z qarashda. Ama Trump hamda nihoyatda esil bir yig'in bo'ldi, ko'rish bo'ldi deyotidi. Ama amaliy masalalar yoki xalqaroninki mutaxassislarning ko'z qarashlari Trumpninki so'zlab yurgan so'zlar bilan moslashmayotidi hamda. Bunda bir ahvol bor. Yani malum yig'inchilik o'tgan vaqtida qisqa muddatda Trump bir natija qozongandek gap qilsa-ma, ya'ni belgi dehqonlarninki masalasini hal qilgandek, ya kun tartibini o'zgartgandek yoki ishga munosabatini yuqori pallaga ko'targandek bir gaplarni qilgan bo'lsa-ma, qisqa muddat ichida. Lekin siz esa uzun muddat nuqtasidan Xitoyninki bu yerda paydo qilganligini deyapsiz. Hamda bir yerde bayağı degandek ikki tarafninki ciddi savdo urushunun shiddatlashishini biraz to'xtatib qo'ygan bo'ldi. Xitoymi Amerikaga shu nodir element topraklarni setib beradigan bo'ldi. Bu uzun muddatlik emas hamda. Qisqa muddatlik. Bo'libmi Amerikaninki derhal ihtiyacı bo'lgan, misalga galyum deymiz, germanium deymiz, ondan keyin antimon deymiz, grafit deymiz. Bular Amerika için derhal keraklik bu elementler. Bunu beradigan bo'ldi. Bu jihatda Amerika vaqtincha bir payda olgan bo'ldi. Faqat bunu bir yilga uzatgan bo'lsa, keyingi yilda qanday bo'ladi? Bulupma bu Amerika'nınki 2016-11 ayda bir orta müddet yoki orta devir saylam bo'ladi. O saylamda her iki meclisga Trump'ning yani Cumhuriyetçiler ko'p sonda bulamamdı. Agarda Xitoy bilan bo'lgan bu munosabat, degan munosabat agarda bir natija alamaydigan bo'lsa, bu saylamga ta'sir yetkazadi. Hozir misolga shu keyingi 2 oyning ichida Xitoydan bir qism po'jaq oldik. O aldigan po'jaq burunqi yillar qarag'an chog'da 27 million ton po'jaqqa qarag'an chog'da nayda az oldi. Yani hammasini olmaydi. Bunda degan chog'da Amerikaninki po'jaq ishlab chiqargan bu dehqonlar yana bir qiyinchiliklarni tatidi demoqchi hamda. Hamda azroq bo'lsa bir natija bor, yo'q degilimi bo'lmaydi, ammo meseleni hal qilgan bir yig'in yoki bir ko'rishish emas. Ya'ni bu Putinni shu o'tukning sirtida qichqan bo'lsa, o'tukning sirtida tatlab qo'ygandek bir ahvol hamda.
Hamda bundan keyin ikki tarafninki shu ministr seviyede, ministr astı seviyedikiler texmi cho'nqurlab ba'zi meselelerni, yani ticari savdo meselelerini texmi konkret müzakere qilish lazım. Yani başka nima ağlı buldu. Misalga Xitay nurgun Amerikanınki mesulatlarını almaydigan qilgancha. Misalga to'g'u go'shi, buğday deymiz, mısır deymiz, sorghum deymiz, ondan keyin po'choq deydik. Cho'chqa go'shi, bu kalı go'shi, su, deniz mesulatları, meyve ve seypeyler. Muşularni texi qandaq buludu, bunama konkret sözleşiş lazım. Çünkü Xitay bunu çekligençe Amerika'dan almaydigan bo'lgan. Bu çip degan meselesini misalga Xitayma hozir nurg'un mablag' silib buni hal qilishga tirishyotidi. Bir qancha yilning ichida bu o'ziga ehtiyoj bo'lgan u seviyadagi chiplarni hal qila olish mumkin. Hozirma o'rta seviyadagilarni ishlab chiqaryotidi. Ama bu Amerikaga ta'min qildigan bu nadir toprak degan bu narsa hamda Amerika bunda 2 yilning ichida, 5 yilning ichida hal qila oladigan masala emas. Ya'ni Xitoyga yana beqindigan gap. Gerçi Japonya, Mavu, Avustralya, bazı Mavu Cenab-ı Şarkı Asya devletleri bile ama bu nokta, yani bu meselede bazı kilişimler kıldı ama bunu Xitaycilik işlep çıkarış onda asan toktumaydı. Bununla en az da 5 yıl kitidu hem de bununla. Aşı teyya kılışım. Xitay ma bir yerde cimtumaydı. Yani bunu tosaş için tırışıdı dep oylaymandı. Şunu bunda diyen çağda Amerika çip bilen Xitayni qiynayolmaydi. Ama Xitay bu kıymet nime nadir element toprak bilen qiynayalaydı. Bu şu aldığımızdaki 4-5 yılın içinde yani körüngen bir mesele bulup devam kılıdı hem de. Bu sizinki bu tahlilleriniz şundaqla siz ne qilib keltirgan bu tahlilchilarninki analizga qaraganda yoki sizin bizniki davomli qiliq munosabatlik analizchilarniki xabarlarini yoki analizlarini iletken şu netice qaragan vaqtida bundan keyin Amerikanınki Xitoyni tizginlashda texmi qiynalganligidan iborat shu bir yukumni deyiladi. Dediniz ve şundaqa başka tahlilchilar şuna bir gapdan qo'rqqanligini bunday qistirib o'tdingiz. Bu shundoq bo'lish ehtimoli yuqori bunda da. Eğer de Trump hükümeti Xitayga ilip bargan şu siyaseti yalğızla soğuda uruşu degen yalğızla bir tayak emas. Eğer de stratejilik, keng kölemlik, ondan keyin köp bulunluk, köp katlamlık manda bir umumi bir siyasetine ilip bağımıza ebeke ahval köründü dağıtımı. Yani çünkü Xitay ne bir soğuda uruşu bile koktalaydıgan bir Xitay emas. Hazırma buna neçe yıl ötep kettik köydük. Yani Xitayni bir tayakla urupla yatkızıp koyalaydıgan bir Xitay emas. Şununla bu yalğızla şu bir xil uslup bile Xitayni tizgin qilish ters hamda. Şununla texmi keng o'ylashib qilish lazım ama misalga Amerika dünyanınki şu akıl ambarı en köp devlet. Bu nima deganda yani bu xil fikirlerini, akıllarını, yol haritasını sizalaydigan adamlarning sonining ko'p deganligini ko'z tutib edi. Bularga pek ko'ngil bo'lgani yo'q. Bu bir. İkincisi, Trump hükümeti şu Milli Xavfsizlik Konseyi degan bir idorani şu ishlaydigan adımlarını ep kaldı, kalan mühim adamlarını, mutahassislarni hammini qo'g'lab etdi. İşten chiqarib etdi. Yani bu yerdeki adamlar naydı bilimlik, akıllı adam buldu. Çünkü bu hükümetin Aksaray'dan ki mengisi bulundu. Ama Ming'deki adamlarını işten çıkarıp qo'g'lab etgandan keyin, ondan keyin bu milli
Ma'rif degan ministrni oldirib o'tish, universitetlarga hujum qilish degandek bu insonning aql kuchi bilan hal qiladigan ba'zi masalalar kelgan chog'da ojiz qilyotidi. Burunma bir program ishlagandik biz shu populizm masalasida. Populistlar texnologiyaning mahsulotini yaxshi ko'rdi, ammo bilim va texnologiyaga pek ahamiyat bermaydi yoki rad qiladi dedik. Shuningga bu populizm tushunchada bo'lgan bu bundaq nimalar hokimiyatlar yana bir davlatga qarshi chiqqan vaqtida yoki o'zini mudofaa qilgan chog'da shuna yolg'iz bir xil uslub bilan qilishga boshlaydi. Ammo bu jahon nihoyatda murakkab bir jahon. Undaq bir oddiy bir uslub, oddiy demaydi, ya'ni bir xil uslub bilan o murakkab masalalarni hal qilib bo'lmaydi. Shuningga bu dunyoninki tuzumi buzilyotidi, sistem buzilyotidi, xalqaro qonun kuchga ega bo'lolmayotidi, dunyoning tartibi buzilyotidi. Mundaq bir masala abaqa degan murakkablikni texmi murakkablashtiryotidi. Bunda murakkab masalalarga texmi strategiyalik bu aql bilan ilib berishga to'g'ri keldi. Ammo Trump agarda, ya'ni Trump hokimiyati bundan keyin yana mushu bir xil yo'l bilan mangdigan bo'lsa, ya'ni Xitoyni tizgin qilolmagandek Xitoyni kuchlantirib qo'ydi, ya'ni ta'tir jihatdan kuchlantirib qo'ydi. Chunki sen Xitoyni yengolmagan ekan, Xitoy nojika degan bir obraz o'tirib chiqadi. Ondan keyin boshqa davlatlar, masalan Xitoyga yaqin bo'lgan davlatlarga texmi bir jasorat berdi. Amerikaga yaqin, ammo Xitoy bilan munosabatni yaxshi qilaylik, iqtisod manfaatimiz va tijoriy manfaatimiz bor degan davlatlar u yerda, ya'ni Xitoyning yonida turib qoldigan va Amerika qo'pib Xitoyni shu to'rt tarafdan qurshab buni muasir qilib Xitoyga bism ishlataylik degan vaqtida abaqa degan davlatlar, ya'ni Amerika Xitoy sirtidagi davlatlar balki Amerikaga 10 yillik ishinib Amerikaga yordam qilmaslik mumkin. Bunda bir paytda tabiiyki Xitoyni cho'ngaytib qo'ygan bo'ladi. Xitoy bundaq qaylangan vaziyatda qanday siyosat ilib berishini biz burungi bir programda dedik. Ya'ni Guanziningki ko'z qarashini deb o'tdik. Hamda Xitoyninki shu birisi bilan urushishni boshlagan chog'da normalda 4 xilga ayrıydı deb burungi programlarda dedik. Bu Sunziningki ideyasi. Birinchisi hamda urush o'q atmay turib dushmanni tiz cho'ktirib ma'qul qilish. Ya'ni bu jang deydi. Shanzhi shanye deydi. Ya'ni eng yaxshisining eng yaxshisi deydi. Shuningga Xi Jinping undaqiligi barut puraydigan o'qlarni ko'rsatadigan ishni qilmay turib, ya'ni Trumpningki hujumiga yumshoq kuch bilan qarshi chiqish shakli bilan o'zini bir ko'rsatib olgan bo'ldi. Bo'lmasa Xi Jinping to'la chet elga chiqmadi. Ammo bu epek yig'inida o'zini ko'rsatalaydiganligiga ishongachga buningga qaytildi. Balki Trump qaytilmaydi degachga shunaqa bo'ldimi, ya'ni baldur ketib qoldi degachga planladimi bilmayman, ammo Xitoy budaqa nimada, ya'ni Amerikaga taqobil turishida biraz o'zini bir kuchini ko'rsatib olgan bo'ldi. Malum böyle mesela Amerika Xitoyni tizgilaydigan vaqtida Amerikaning qo'llari nurg'un bir siz ko'p qirliq bo'lsa bak yaxshi bo'ldi dedingiz. Ko'p qirliq, ko'p taraflimlik, ko'p qatlamliq deb. Endi Amerika nihoyat qudratli kuchli davlat bilamiz. Hozirgacha shundoq. Buni yashayotganlar yoki buni Amerikaning ta'siridan nihoyat his qilib turatimiz hamda. Ya'ni Amerikaningki bundaq davlat qurilmasiniki yoki davlatninki mana ajizlab ketishi emas, Xitoyning kuchlanib ketishi, bu shundoq Amerikani Xitoyni tizgilash qiyinchilik tug'diryapti yoki Amerikaning qo'lidagi bundaq tizginlaydigan
esvaplar, muasseseler, yoki boylik kuchi deymiz, yoki moddiy kuch deymiz, yoki siz degandek think tank aqlambarlarniki kuchi deymiz. Bularninki bunda rollari ajralib ketdimi? Yoki buni hukumat tarafdan ishlatish unumli bo'lmatamdi. Ben mani sormoqchi edim. Aslında bence bütün güçlerini önümlük işletmeyivatıdı. Bo'lmasa agarda umumiy bunday yumshoq kuch deymiz, qattiq kuch deymiz, hammasini birlikda moslashtirib ishlatgan vaqtida Xitoyning taqobil turishi bek qiyin edi. Ammo hozirgi bu Amerika hokimiyatininki siyosati mushtaq tanlangan. Ya'ni har qanday hokimiyatning o'zining bir tushuncha, ideyasi va ijroat qilish uslublari farqli bo'ladi. Hamda Trump hokimiyatininki alohidligi bu bo'ldi endi. Misolga, hozirgi ma'rifninki hech bir ahamiyati yo'q deb tushunchasi bor. Aslida ma'rif ministrligini qoldirma emas, buni texnik qanday modernlashtirmak masalasi bor. Bunun bir misolini beray. 1986'da Kennedy degan bir adam bo'lgan. Bu adam bir kitap yozgan. Bu kitapның ismi Cho'ng kuchlarninki yükselishi va yiqilishi debchi, cho'kib ketishi. Bu kitap aslında Amerika mushundaq Sovetlarga qarshi kuchi qolmayotganligini va keyingi 500 yil ichida nurg'un mushundaq imperiya davlatlarning qanday yukselib, qanday yiqilganligini, buning sabablarining hammasini birdan aniqlab o'tirib qo'ygan. Shuningla bu Amerika'nınki hakimiyeti o vaqtlarda bunda bir ahvol bo'lgan bo'lsa, nima qilish lozim deganda, birinchidan mushu maktabning universitetiningki rolini kuchlantirish. Misolga deylik, üniversitede ma'lumlar xil bo'ldi. Ba'zi ma'lumlar ders berishni yaxshi qilalaydi. Ba'zi ma'lumlar tadqiqotni yaxshi qilalaydi. Ba'zi ma'lumlar ilmi bilan ma'vu karxon, shirkat, u bular bilan bunday hamkorlik qilish, o'zininki bilimini anında aqtirib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga bo'ladi. Bu Amerikaliklar buni bilib olg'achqa, şu üniversitede ma'lumni ajna 3'ge bölüp etken. Şununla üniversite texmi önümlük mahsulotlarni ishlab chiqargan bo'ldi. Ondan keyin gereksiz bilimler kerakli o. Hem de moyum bo'lgan texnologiya jihatda, ishlab chiqarish jihatda ashundaq ilm bilimlarni kuchlantirgan bo'ldi. Ondan başqa mushu Amerikaning ishlab chiqarish kuchi va iste'mol kuchi kuchli bo'lg'achqa ticaretning mushu erkin qo'yib berish kerakligini va dunyoga shunday bisim ishlatib, hamma davlat ticari savdo tamni yig'dida, ba'zi davlatlar o'zininki savdo manfaatini qo'g'dash uchun tamni o'rib chiqdi emasmi? O tamnimi o'rib o'tish degandek nurg'un bir siyosatni ilib bordi. Shuningga Amerika mushu 1980 oxirlarida 90 yil bo'yincha nayda kuchli bir devletga aylandı. Bunun misali Amerika'nın tarixida ko'p bor bundaq. O'zini revize qildigan joy, o'zgartish. Buni qila olgan Amerika mı? 1929'daki cho'ng iqtisod krizida, 1970'deki cho'ng iqtisod krizida, hamda shu vaqtlarda nurg'un mushundaq krizninki sababini o'tirib qo'yib turib, Amerikani mangdigan yo'l qanday bo'lish kerakligini ko'rsatgan nurg'un tadqiqotchilar, atoqli mushu nazariyachilar paydo bo'lgan. Shuning bilan bu Kennedy'nin yozgan bu kitobninki natijasi Sovetlarning yimirishi bilan ayon bo'lib qoldi. Ya'ni kitap boshqa yerga yozgan, A tarafdan bu paydo bo'ldi-da. Nima ayon bo'lib qoldi. Şununla bu hazırki Amerika'da mı aşındakçık adamı var. Yani ilmi, küçük, teknoloji cihette, ilim cihette küçük adamlar yanıla tola. Akıl fikir berdiğen adamlar yanıla tola. Bularını işletilgende ondan keyin Xitoyga taqabul turalaydı. Ondan başka hazırki misalga 1970'lerdeki Amerika'nın Xitoy mutaxassislarının ki köpü o'xshashlar sinolog.
Sinolog deganimiz hamda Xitoy ilmi mutaxassisi, ya'ni Xitoyshunos. Bular Xitoyning tarixini, falsafasini, kültürünü, medeniyetini degandek nurg'un arqı ko'rinishdagi ilmlarni yaxshi bildigan odamlar. Shuningga Amerikaning Xitoyga qartilgan siyosatlarni nihoyatda isabetli, ya'ni naq yeriga tushgan gap. Hozirgi cho'ng yoshdagilarni demayapman, hozirgi o'rta va yosh Amerikaning Xitoy mutaxassislari bular sinolog emas endi. Xitoyshunos emas, Xitoycha biladi. Başta xalqaro munosabat o'qigan, keyin ondan keyin Tayvanda bu yerda Xitoycha o'rgangan. Ikkisini birlashtiriblar, Xitoyga bunday qilish lozim, bunday qilish lozim. Faqat Xitoyning Amerika mutaxassislar bag'an siri kuchlanyotdi. Bir misolni beray, 1999da Xitoy 10 Amerika mutaxassisini Amerikada bir magistr yoki doktora o'qitishga planlabdi, tanlanibdi onu. Shundan ular tanlangan maktab bo'lsa, shu Harvard universiteti Kennedy instituti deydigan bir yer bor. Bu yer shu xalqaro siyosiyonlarni yetishtiradigan bir yer. Bu yumshoq kuch degan hukmni yaratgan bu Yusuf Ney degan bir adam ashaninki boshlig'i bo'lgan hamdi. U yerda nurg'un odamlar, shu xalqaro tanilgan odamlar, nurg'un odamlar ashada o'qigan. Fakat bu Harvard Üniversitesi'nin bir nimesi var ki, bir kaydısı var ki, devletinin ki, hükümetinin belgen pulu, evvelken adamı ve belgen pulunu almaydı ki. Şununla o vaxtdaki Hong Kong'da, Şangay'da bir bay ayal vardı. Ama okşaşla Asya'nın en çok bayı, Gong Zhengzhu degen bir xodun. O dedi, qancha pul kelsa men to'layman deb, shaxsiy puli bilan Xitoy mutaxassisi texmi oshna bo'ldi. Ular ondan keyin yana Xitoy mutaxassislarini, Amerika mutaxassislarini yetishtirgan bo'ldi. Demakchi bo'lganim hamda ikki davlat bir-birisi bilan yetishgan vaqtida bir-birisini yaxshi bilish lozim. Ya'ni bu Sunzininki kitobida degandek, ya'ni uzanimi bil, animi bil deydi. 100 qatim urushsangmi, hammasini g'alb bo'lsa deydi. 知彼知己百战不殆deydi. Eğer yerim bilsen yerim kazansa, eğer hiç bilmesen hiç kazanamaysa deydi. Şununla bu Sunzi'ninki kitabının birinci betten ahırki betgacha cır degen, yani bilmek degen kelime yamançık ötüdü. 13. bölümünde mi istihbarat ve casusluk bölümü uyadımı bilmek meselesini esas kıldı. O istihbarat ve casusluk şu bilmek için işiltidigan narsalarda hamda muassasa ve nima kishi. Shuningga bu hozirgi Trump hukumati Xitoyga qartilgan siyosatining shundoq ba'zi ojiz taraflari bor, ishlatmagan tarafi bor. Xitoyninki maqsadimki bu uchrashishdan keyin agarda Trump hukumati, Trumpning o'zi agar to'xtab turib, bunda qilsak bo'lmaydiga, bütün asboblarni ishlatmasak bo'lmaydiga deb o'zgargan bo'lsa, boyaqi men degan Xitoyni tizgin qilamadi, hamda Xitoy Amerikaning kuchi bilan, Amerikaningki taqobil kuchi bilan o'zini kuchlantirib oldi degan Tayjichuanninki nimasi falsafasi mushu emasmi? Sening kuchingdan foydalanib o'zining kuchiga aylantirish. O ko'z qarashlardan keyin bo'lmaydi. Hem de bilmemiz hem de aldığımızdaki yıllarda ya da aylarda kadar özgürdü. Onu bilmemiz ama hazırki vaziyet, hazırki görüngen ahval muşu hem de. Bu analizingizdan Amerikaga Trump hükümeti Xitoy uchun bir xil taktik ishlatayotgan bo'lsa, Xitoy mana bir strategik metod bilan yapmag'adi desak bo'ladimi? Doğru, yani çünkü Xi Jinping bunun denkin ölgece buludu. Yani kaç yıl yaşaydı bilmeyim. Ama Trump saylanış lazım. Yani Trump'ın vakti kısa, Xi Jinping'in vakti uzun. Manda degende Xi Jinping stratejini planlayalaydı. Strateji degen vakti da iki mühim nime var, amil var. Birisi uzun müddetlik, ikincisi ken kölemlik
tushunib, o'ylab va shu nimalarni, asboblarni tayyor qilish. Shi Jinping buni qila oladi. Ama Trump bunu kısa zamanda mı kılalaydı? Çünkü Amerika'nın özü de teyyandı. Ama e, bu düşünce meselesi yaman oyuncu. İnsan bile insanın farkı aşı düşüncelikte. Okşaş dersini alımız ama düşünüşümüz farklı boğaçka, farklı adam bulumuz. Devlet mi şunda? Bir-birisiga bo'lgan tushuncha farklı olan kim? Farklı nima siyosetini ilib bordi, farklı icraat qiladi. Şununla bu Uygurcadaki an var o. Şununla anlık adamlar devamlı kazanı demdi. Malum sizin bu gibiniz nait, bana nokun teklifim geldi. Yani düşünce, onun için o biliş deyiniz. Normalde bir meseleni analiz kılganda her kanda bir mesele. Yani bizim sırtımız reallıktaki. Şu siz devamlı metot diye mesele diyorsunuz. Birisi ontologiya. Ontologiya diye bu mesele zaten nime? Bu kandan nesi? Meyli xemiylik madde buluş mümkün, ya xalqara münasebet her qanday bir hadise buluş mümkün, ya Uyghur bizim meselemiz buluş mümkün, ya Xitayning yüzü buluş mümkün, ya iqtisadi bir mesele buluş mümkün. Yani bizim sırtımızdaki her qanday ictimai tabi yani. Bu bir. Bu zaten nime? Bu ontologiya dedik ya. Bunun için felsefe yoki bilish. Onunki epistemologiya. Sen bunu qanday bilasan endi? Ha, madem sen bunu mush narsani qanday bilding? Yani bu xemiylik yoki bu iqtisodiy masalani yoki bu ijtimoiy masalani yoki bu etik masalani nima orqali qaysi narsani bilib bilding? Yani bilim. Dedingiz ғой, әлгі ko'ngilingizga davomli ta'kidladim. Shunisi metodologiya. Mesela qaysi metodni ishlatib bularga ega bo'lding degandekchi. Ya'ni shu üç omil, yani bir masalani tahlil qilganda intayin muhimligini ta'kidlanadi bu ijtimoiy fanlar. Bunun ismi ilim hem de. Eğer de popülizmle ilimge karşı boğan bolsa, ebekisiz diyen ondak nimelerini, o metotlarını, ontoloji, o bulanı kılmaydı. Kılmagandan keyin şu körüngen kısmını bileleydi. Körüngen kısmını bilemeydi. Bolup mu Xitay? Nurgun ersini uyuşurup durup, körüngen kısmını yağan köstüdü. Sünzü uruş sanatında mı bu? Yani hiçbir zaman üzerinin işçilikini sırtka kösetmedeydi. Aslında komuzunun kime okşayıp gidilen gibi mi bak? Jığlayman desen, külüse, külümen desen, jığlaysa, kılısa dedi. Yani yüşürse deydi. Bulup mu Xitay'ın ki arka görünüşünü bilemek kalsan, yani doğru metot bulmasa, o vaqtida onu to'g'ri bilamagan ekan, to'g'ri nimani topamaysan. Misolga doktor jiq odam doktorxonaga berib kelgan. Ana misolni beray. Agarda sen tekshirib, to'g'ri uslub bilan tekshirib, to'g'ri shu diagnoz qo'yamasan, to'g'ri dori beramaysan. To'g'ri dori bermasang saqaymaydi. Shuningga bu Xitoyga qarshi bizim qilaman deydigan bo'lsa, niyati bo'lsa, ha, Xitayga ötküzüp bireyli hem de Amerika xeyli yıl boldu o hem de canını sorab жүрgüler. Hem de Xitay'nın soraydigan vakti geldi diyen bolsan ki Amerika'da muşunu sözlügen mutahassislerimi bada hem de. O meyli. Eğer de yok biz ornumuzni hakkı vermeymiz. Biz yani muşu yetekçi rolünü devam kılımız deydigan bolsan o vakti da ikinci yükselip gelgen ikinci küşke karta hem tarihi tecrübe bile hem de hazırki mevcut ilim bile onu hal qilish lazım. Ko'ringan qismdala bir narsa qilaman, ya'ni bir qilaman desang, o yuzaki bo'lib qoladi. Yuzaki narsa amaliy masalani hal qilmaydi. Xuddi biz endi Xitoy bilan shu bir yashab ketib uzun yil bo'lib ketdi. Endi jiq Uyg'urlar deymiz aramizdagilar. Xitoyni tushunamiz deb. Lekin xuddi tushunmaganga o'xshash bir masaladek bir ko'rdim endi buni. Chunki tushunish uchun Xitoyni undaqi Xitoy aldamchi degan gapni jiqimiz deymiz, ammo bu unchalar oddiy bir masala emas deb o'ylayman. Xitoyning ichiga kirib bir tushunish, Xitoyning tishiga chiqib bir tushunish lazım. O vaqtida balki biraz to'liq bo'la oladi deb o'ylayman. Shu da'vo masalasini shundoq deb o'ylayman. Sizning davomli shu uzun muddatni o'ylab qilgan narsangiz amaliyotda shu. Uch xil omilni birlashtirib, ko'p bir zihinni emgak ajdodlab qilgan bir ish deb o'yladim men.
Aziz görmənlər, biz bugünkü proqramımızda Xitay Dövlət Rəisi Xi Jinping bilan Amerika prezidenti Donald Tramp'ninki uçuruşu şundaqla uçurashqanda qaysi məsələlərini tilgə aldı. Bundan keyin Amerika Xitay münasibəti qandaq bo'lishi mumkin, qaysi taraf yüzlenishi mumkin, balkim bu ikki davlat munosabatida balkim kim bakroq aktiv o'rin o'tirishi mumkin degan masalalarga qarab chiqdik. Ma'lum siz ko'p rahmat. Ben rahmet eytime.